Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz? Samarqanddan gapiramiz. Hali ham Samarqanddaman. Ertalab poyezdim bor edi. Soat 5 ertalab tura olmadim kechagi to'ydan keyin. Aytdim ketsin o'sha poyezd. Yana bir kun Samarqandda qolaman dedim. Ertalab ayam bilan turdik. Samarqandda hammomiga bordik. Bilasizmi? Hali ham Samarqandda hammomlar bor. Umumiy hammomlar, ayollar hammomi, erkaklar hammomi. Ular juda ham mashhur. U yerda spetsial xodimchasi bor. Sizni polni cho'miltiradi, massajlar qilib qo'yadi. Voy mazza, bilasiz, mazza. Samarqandga kelganingiz Samarqand hammomini bir tatib ko'rishingiz kerak ayollar. Sizga yoqadi. Biz esa qayerga keldik? Esizdami? Ayamni bundan bir qancha vaqt oldin ayamni fermalari bor, ayam fermerlar degan edim. Xullas ayam fermalarga keldim. Ancha ko'p ish qilib qo'yibdilar ayam obodon. O'zi ham qora, go'shti ham qora, и полностью foydali. Go'shti prям qop-qora. Qop-qora go'sht. Qora go'sht. Я тебе отправлю. Qora go'sht. Tasini so'yib yuboraman senga. Qora go'sht. Yo'q, so'ymang, kerak emas. Sima uchun so'yish kerak emas. Lekin qora go'sht, qora tovuq go'shti, не знаю, men yemaganman hech qachon bunaqa. Это вот такие, оказывается, специальный tovuqlar, xo'rozlar, qop-qora специальный shunaqa. Yaxshimisizlar, do'yduslar? Qandaysizlar? Endi qandaysizlar? Assalomu alaykum. Dara. Dudul. Сколько? Aya bular bir xil-ku. Bitta oq. Mana bitta oq. Aya. Keyin o'zini tuxumini qolmaydi. Shuni ham bir narsa. Voy. Aldab sharik tashashar ekan. Cho'qib qo'ymasin o'zini tuxumini deb. Voy. Nima beryapsiz bularga? Qani aya, nima beryapsizlar bularga? Bu spesial tayyorlangan don. Aha. Ali, sostavida nimalar? Buni ichida nima bor endi? Nimalar bor-da? Ha, Don, premix, spetsialniy aralashmalar. rakushka. Aya, искусственный hech narsa yo'q. Rakushka ham bormi? Rakushka bor. Искусственный hech narsa Hech yo'q. narsa yo'q. Anular bermaysizlar. Ne. Tez katta qilish uchun nimadirlar qilishadi-yu. Yo'q, qilmaydi. Sizda broilerskiy tovuqlar yo'q. То есть вот эти, которые быстро растут. Нет. Xullas, go'shti ham naturalniy bularni. Bilasizmi, men hozir yaxshimisizlar? Bu yerda qoralar, bu yerda azizlar. Assalomu alaykum. Taradaram. Ana. Bular oq parodasi. Bu oq. Aya, buni tuxumida nima farqi bor? Uchtalab o'tirib olishgan opalar. Bitta xonaga tuxum qo'yish uchun. Oyog'ingni tagida tuxum bor. Mana tuxum ekan bu yerda. Yaxshimisizlar? Men qo'ysam. Voy, kechirasiz. Bo'ldi. Tushundim, tegmayman. Xo'sh. Ana tuxumi, mana tuxum. Terib chiqsa mazza-de. Buni terish. Buni qarang, asalligini, tuxumlarni. Aya, bir kunda nechta tuxum? Bir kunda nechta tuxumingiz bor? Ha? 300 ta tuxum beradimi? Boyagi sortdan. Voy, mamni qarang. Aya, bu fazanmidi, nima edi buni oti? Bu это как называлось? Tsarkalar. Buni tuxumini nima qilasizlar? Это самое полезное. Eng foydali tuxum. Shu tsarkani tuxumi hisoblanadi. Nima qilyapsizlar? Nimaga biror marta foydali tuxumdan biz yemaganmiz, aya? Men shunga hayronman. Nima u foydali bo'laveradi, lekin o'sha foydani biz yemaymiz. Eng foydali dedilar. Oho, bu nima, aya? Tayyormisiz azizlar buni ko'rishga? Menimcha ko'pchiliginglar bunaqa tovuqni hali umringlarda ko'rmagansizlar. Bunaqa xo'rozni ham ko'rmagansizlar. Afrikadan keltirilgan xo'rozlar. 1, 2, 3. Mana qarang. Ko'zlari bilan qora bular. Bitta ham oq joyi yo'q. Uxeyluy parodali tovuqlar. Uxeyluy, aya afrikanцы. Injuklar, mana ayam injuklari. Voy, buni asalligini qarang. Какой цвет голубой, интересный.
Да. Голубой прям. Ага. Ochaymi eshikni, ko'rasan. Yo'q, ko'rmayman, bo'ldi, ko'rdim. Тут петухи, а вот здесь у нас эти дамочки. Ko'ch. Это дамочки. Xonimlar, assalomu Bitta alaykum. erkagi bor. Mana bitta erkagi bilan damachkalar, Tuxumi ichkarida. indyuklar. Вот так. И теперь Bu indyushkalar vashchi chiroyli ekan mana bu qani rangini. Quyoshda. Xullas ana shunaqa ayamni ona bog'lari bor. Ona bog'mi aya? Brendlari, ha. Ona bog' deb nomlab qo'yganlar. Qanaqa ketyapmiz aya? Aya mana shunaqa yuradilar, mazza qilib shu yerga. Dudu ayamni tanidi bu. Ayamni tanidi. Ali. Voy Tutu, bu Tutuni qarang. Mana bu Tutuni qarang, poni. Kichkina otchalar ekan. Karlikovoy otchalar. Davlat menga hali verbyot olib bermoqchilar 2 yildan buyon. Ha, tug'ilgan kuningizga. O'sha ikkinchi tug'ilgan kuningiz kelyapti, aya. Hali verbludingiz yo'q. Bu nima? Ali. Aleng? Ali. Aya, nimasi aleng buni? Strishka qildinglarmi yoki? Yo'q, bu o'zi shunaqa bo'ladi. Oq aleng ekan. Aha, xo'p. Menga o'zi boshqasini ko'rsataman. Qani? Yana nimadir ko'rsatmoqchilar ayam. Oz ko'ramiz. Aya bu nima bu? Kuchukcha. Что это за kuchukchalar? Mana buni qarang dumchani. Osilib turibdi dumchalari. Menchi bunaqa qo'ylarni ham ko'rgandim. Marokkoda ko'ruvdim. Mana ayam mana. O'sha hayvonlar, o'simliklar bo'lsa bo'ldi. Shundan mazza qilib yashaydilar. Fermachalari bo'lsa, shu bembichalari bo'lsa. Ha, bembi. Tutu! Buni qarang, ko'rishga tayyormisiz? 1, 2, 3. Daradaram. Assalomu alaykum. Salom bubu, sham ko'zini qarang. Asalligini qarang buni, bunisini qarang. Qani? На, возьмите. Ke. Qo'rqma. Это просто kamera. На. Yo'q, довериеga kirmadim. Ну-ка. O'ltirib tug'ilgan nimasi. Вот это тоже Ali. Ana. Qaysi biri bulturdi? Lala. А что такое? Lala ham bor. Lala ham bor. Bu alpakalar ikkita edi. Ayamga ani sovg'a qiluvdi. Ukam bilan singlim tug'ilgan kunlariga. Mana bular nechta bo'lishgan. Aya buni yana sotib oldingizmi? Yana ikkita oldi. Ha, yana ikkita oldinglar. Aken tug'di o'zi. Mana sotib. O'zi tug'ildi bizga. Ma bubuy. Nima bilasanmi? Ha, Bivaydi. Bivaydi nimaga? Kim qo'ydi unaqa ism? Он 3 сентября родился. Ay? 3 сентября с приходом Бивайди он родился. Ha, qaysi Bivaydini? Okay.